Idishga un, tuz, suv va yog' solib, yumshoqqina xamir qoramiz. Qorilgan xamirni yarim soatga xona haroratida tindiramiz. Tingan xamirni yoyib, o'rtasini pichoq bilan shunday kesib olasiz. Milter margarinini xamirning o'rtasiga qo'yib, konvert usulida tugamiz. Tayyor xamirni oddiy selofan paketiga solib, yarim soatga xona haroratida yana tindirib olamiz. Tingan xamirni har yarim soatda 4 marotaba mana shunday katta kenglikda yoyib, konvert usulida tugib, har yarim soat o'rtasida xona haroratida xamirimizni tindirib olamiz. Tortimizni 8 bo'lakka bo'lib olamiz. Har bir bo'lagini yuqa qilib yoyib, patnisning orqa tarafiga qo'yib, chetlarini pichoq yordamida kesamiz va duxovkaga joylashdan oldin vilka yordamida teshib olamiz. Napoleon qavatlari juda ham baland bo'lib pishib chiqadi. Krem uchun sariyog' va sug'ushonkani yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Tayyorlaganlaringiz orasidagi eng zo'r va mazali Napoleon retsepti mana shu bo'lishiga 100% kafolat beraman. Tayyorlab ko'ring, uydagilaringizni xursand qiling. Yoqimli ishtaha!